Shirin Abdullayevaning otasi xalqqa yig'lab murojaat qildi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shirin Abdullayevaning otasi Bahodir Abdullayev yig'lab gapirdi. Bu kunni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Farzand dog'i juda og'ir ekan. Mani sindirib qo'ydi. Ta'ziyadan so'ng biz oilaviy qizlarim, kuyovlarim bilan Saudiya Arabistoniga ketdik, ziyorat qildik. Qizim o'qiyotgan Sinxua universiteti bizni chaqirdi, ya'ni Xitoyga qizimni nomini abadiylashtirish uchun Shirin nomli xayriya fondi uyushtirishdi. Alloh taolo shunaqa qiz bergan ekan, biz bilmay qolibmiz. To'lib ketdim. Toshib ketdim hatto. Shunaqa farishta qizim borligidan onasi bilan faxrlanib, o'zimni yeb qo'ydim. Qattiqqo'l ota edim. Xohlagan ishini qilishga qo'ymaganman. Xohlagan joyiga bormasin, o'zidan o'zi har qanday ishni qilishmasin qiz bola deya, har qanday o'g'il bolalarning o'zi ravnaq topishi uchun qiladigan barcha ishlarni buyurganman. Farzandlarni ko'p erkalatishni bilmayman. Qattiq qo'l turganman. Bu ta'ziyadan keyin o'zim yomon ko'rib ketdim. Mana shu og'ir kunlarda hamdardlik bildirgan 12 viloyatdan kelgan insonlarga, barchalariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hech kimni boshiga tushmasin bu kun. O'zimni juda yo'qotib qo'ydim. 4 ta opasidan farq qilardi Shirin qizim. Hech qachon urushganimda ham qovog'ini solmagan ekan. Joylarini jannatda bo'lsin qizimni. 13 kun komada yotgan bo'lsa ham qo'limizdan kelganini qildik. Jonimni ham berishga tayyor edim. Rozi edim. Lekin na iloj. Allohning irodasi ekan, ojizmiz. Olib qololmadik. Mingdan ming roziman Allohdan. O'sha kunlarda Germaniyadan, Xitoydan, Rossiyadan samolyotlar olib kelish uchun tayyor edi. Barcha professorlar kelib ko'rishdi, lekin qizimni olib qololmadik. O'zimizdagi 16-gor bolnitsa shifokorlari shunchalik o'z ishining ustasi ekan, chet el shifokorlari ham tan berishdi. 16-bolnitsa shifokorlariga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman, deydi Bahodir Abdullayev. Hattoki qabristondagilar hayratdaki, aytishdiki, bunaqa inson ko'rmagan edik. Shunchalar ko'p odam kelib, qizingizning qabriga eslab, yig'lab ketishyapti. Biz hayratdan yoqa ushladik deyishdi. Men o'ylaymanki, qizim hamisha tirik. U oramizda. Qo'limizdan nima kelsa qildik. Allohning irodasi ekan, Firdavs jannatlarida bo'lsin qizim. O'zimni qo'lga olishga majburman, chunki orqamda katta korxona va oilam menga suyangan. Qanchalar ichim yonsa ham, kuysa ham ilojim yo'q. Chidashga majburmiz. Nima bo'lsa ham qizimdan mingdan ming roziman, deydi Bahodir Abdullayev. Bahodir Abdullayev oilasiga o'z ta'ziyamizni bildirib, Shirin Abdullayevaning joylari jannatda bo'lsin degan muxlislarimiz video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring azizlar.